Azamat, amani qayerga olib kelding jo'ra? Xivaga usta bu. Nima qilamiz xivaga? Og'abek Sobirovga ishlaymiz. Yo'q, ha? Qani o'zi? Ana kelyapti o'z shogirdi. Shogird, ha? Ish qilib yaxshi joyga tushaylik-da. Assalomu alaykum, usta bola. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizlarmi? Omonmisizlar? Charchamadingizlarmi? Xorimadingizlarmi? Jonlimisizlar? Rahmat, huzur yetib keldik. Nima ish qilamiz? Ish ko'p. Bir dalon, 2 qat joy, bir ters ayvon olish kerak. Azamat, birinchi obed qilaylik, ish qochib ketmaydi. Bo'ldi, go'mma, shvitachi, yumurta barak, ko'tir barak, baliq. Novislar aytinglar. Ko'tir barak dedimi? Ha, xush kelibsizlar usta bola. Usta bola, bu ko'rib turgan palovxonangiz meni palovxonam bo'ladi. Yirtib beradigan atib, zig'irag'ina bir tovoq palov yetami? Uzr, og'a, usta bolam diyetaga-da. Qani usta bola, palov qaranglar qani? Usta bola, kechda qarang'ida ishlab berasizlarmi?